Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Nur Invest jamoasi. Bugun sizlar bilan fundamental holat yaxshiroq swing trade uchun o'sishi mumkin bo'lgan o'sish potensialiga ega bo'lgan aksiyalarni ro'yxatini qanday qilib topishni va texnik analiz qilishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga har doimgidek finviz.com saytimiz yordam beradi. Biz finviz.com saytiga kiramiz. Finviz deb yozsanglar stock screener sayti chiqadi. Finvizni bosdik, mana stock screenerga kiramiz va screener bo'limiga o'tamiz. Screener bo'limiga o'tib turib, narxini belgilab olamiz. Bunda bizda narximiz $10 dan katta, lekin hali 70, 80 yoki 100, 150, $200 ga chiqib ketmagan. Ya'ni $50 dan kichkina, $10 dan katta bo'lgan va $50 dan kichkina bo'lgan. Hali o'smagan, lekin o'sish potensialiga ega bo'lgan va katta analitiklar ham buni o'sishiga prognoz berayotgan kompaniyalarni skrinerini topishni o'rganamiz. Buning uchun bizda price bo'limimizdan qaranglar, narxni belgilab olamiz. $10 dan $50 gacha qilib narxni belgilab olamiz. Bizda hozircha 5377 ta aksiya bor va bizda belgilashimiz kerak bo'lgan narsa average volume, ya'ni kunlik o'rtacha savdo hajmi 500 mingdan baland, ya'ni over 500k turibdi. Bizda bu nima degani? Bu aksiyada volatilность bor, ya'ni kuniga 500 mingtadan ko'proq aksiyasini oldi sotdi bo'ladi. Mana bu yerda 7 million, bu yerda 90 million, 1 million, 1,5 million, 2 millionga yaqin, 3-4 millionta aksiyalari savdo bo'ladigan aksiyalar kelib chiqdi. Endi biz belgilashligimiz kerak bo'ladigan narsa short float'i. Ya'ni short float'i, ya'ni bu aksiyani narxini pastga qarab tushishiga tikkanlar, ya'ni sellchilar, ayiqlar. Bunda bizda kam bo'lishi kerak 10% dan. Bu bizda 10% dan kam bo'ladigan bo'lsa, misol uchun 1% butun boshli kompaniyani aksiyalari misol uchun 10 millionta bo'ladigan bo'lsa, agar 10% shortchilar, short float 10% bo'ladigan bo'lsa, bu degani 10 mingta aksiyadan mingtasi sellga tushishiga savdo bo'lyapti degani. Bizda 10% dan kam, ya'ni 10 mingta aksiyasi bo'ladigan bo'lsa, 2 mingta bo'lishi mumkin, 3 mingta bo'lishi mumkin, kamroq bo'lgan shortchilar bo'lishi kerak va bizda target price'i, ya'ni analitiklar buni misol uchun narxni belgilab qo'ygan bo'ladi. O'rtacha narxi $50 da bo'lishi kerak yoki $40 da bo'lishi kerak deb turibdi-da, yoki $100 da bo'lishi kerak bo'lib turibdi, lekin hozirgi narxi 20, 30 yoki $15 atrofida bo'lishi kerak. Bizda nima qilamiz? Mana bu yerda 20%, ya'ni hozirgi turgan narxi analitiklar belgilagan narxdan ko'ra 20% pastda bo'ladi. Mana misol uchun ABM kompaniyasi hozir $45 da ekan, lekin buni qaranglar, analitiklarimiz narxini $58 deb baholab turibdi. Bu degani zo'r. Shu o'rtacha narxni $58 atrofigacha chiqishi mumkin deb ko'rsatib turibdi. Endi belgilab oldik. Keyin bizga texnik holat ham kerak. Birinchi fundamental bo'limiga o'tib turib, fundamental holatda qaranglar, kompaniyani ishchilari ham aksiyalarni 20% dan ko'proq bo'lgan aksiyalarni ishchilari olgan bo'lishi kerak. Bizda insider ownershipda 20 qilib belgiladik va texnik holatini belgilab qo'yamiz. Qaranglar, texnik holatdan RSI holati, ya'ni RSI indikatori menimcha hamma biladi. RSI indikatori o'rtacha 70 bilan 30 orasida harakatlanadi. Hali o'sib ketmagan, lekin o'sha 30 atrofidan yo'nalish olgan 70 ga qarab. Bizda 50 dan pastda qilib belgilab qo'yamiz mana. Not overbought 50 dan pastda. 5000 ta atrofidagi aksiyadan 41 dona aksiyamiz qoldi. Endi fundamental holatidan endi bizda EPS'ini va sotuvlarini oxirgi 3 yillikda yoki 5 yillikda o'sayotgan qilishimiz kerak bo'ladi. Mana EPS o'suvchanligi oxirgi 5 yillikda, ya'ni har bir dona aksiyasidan daromad bizda bo'lishi kerak. Mana 10%, oxirgi 5 yillikda 10% dan ko'proq aksiyalari o'sayotgan bo'lishi kerak va qaranglar, bizda sotuvlar oxirgi 3 yillikda qaranglar, 3 yillikda 20% dan ko'proq o'sayotgan
bo'lgan kompaniyalar ro'yxati kerak. Bizda qaranglar, bizda 11 ta aksiyamiz qoldi. Ya'ni 11 ta fundamental holati bo'limenliroq, yaxshiroq bo'lgan aksiyalar ro'yxati qoldi. Endi buni hozir mana ko'rib chiqdik. Bizga kerak bo'ladi endi fundamental holatda analiz qilishimiz kerak bo'ladi. Mana bizda birinchisi CERT kompaniyasi turibdi ekan. Mana hozir buni TradingView platformamizga ochib, texnik holatda analiz qilamiz. Bizda aksiyamiz qaranglar, mana texnik holatda, mana kunlik buni qisqa muddatli savdolar uchun emas, buni 1 haftadan 5 haftagacha bo'lgan muddatda yoki maksimum 7-8 haftagacha ham ushlab tursa bo'ladi bunaqa kompaniyalarni. Hozir mana bizda narximiz mana bu joyda qaranglar mana. Bizda down trend boshlangan, qaranglar mana. Mana bu yerda o'suvchan trendimiz bizda tushuvchan trendga o'tib turib, tushuvchan trend davom etyapti ekan, to'g'rimi? Agar bizda mana tushuvchan trend qanday aniqlanadi, o'suvchan trend qanday aniqlanadi? Biz agar shu darsimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, avvalgi videolarimizda bularni batafsil tushuntirib bergan edik. Bizda oxirgi minimum zonamizni yangilab qo'ygandan keyin narximiz tushuvchan trendga o'zgargan. Endi bizda qachon o'suvchan trendga o'tadi? Agar narx mana bu yerda gap bor ekan, gapimizni yopib turib va shu holatimizdan oxirgi maksimum zonamiz agar yorib chiqadigan bo'lsa, quyidagi zonamiz yorib chiqadigan bo'lsa, pullback'idan biz ideya qarasak bo'ladi, o'suvchan trendga qarab o'sish ehtimol bo'ladi va bizda mana bu yerdan trendline tortsak ham, trendlineimiz yorib chiqadi. Lekin hozircha bu tushuvchan trendda ekan bu kompaniyamiz. Bu qachon o'suvchan trendga o'tsa, keyin ideya qaraymiz bu kompaniya uchun. Endi ikkinchi aksiyamiz Freshwork kompaniyasi ekan, texnologiya sektoridan. Qani texnik chartini ochib ko'ramiz. Freshworks Inc. Endi mana qaranglar, bizda xuddi shu holat, mana bizda ham hozircha tushuvchan trend kelyapti. Ko'radigan bo'lsak, mana bu holatimizda qaranglar, mana o'suvchan trendimiz bizda tushuvchan trendga o'tib turib, bizda quyidagi chartni shakllantiryapti. Endi bizda qachonki narximiz mana bunday trendline tortadigan bo'lsak, trendlineimiz yorib chiqadigan bo'lsa, hozir bizda trendline tortadigan bo'lsak, trendlineimiz yorib chiqsa va o'zidan avvalgi maksimum zonamizni, mana bu quyidagi maksimum zonamizni yangilab bersa narximiz, bizda xuddi mana bu tushib kelayotgan trendimiz endi nimaga o'zgarishi mumkin? Tushib kelayotgan trendimiz endi o'suvchan trendga o'zgarish ehtimoli bor. Agar shu zonani yorib chiqsa, pullback qilsada va bizda quyidagi holatda o'sish ehtimoli bo'ladi. Mana hozirgi narxi $12 turibdi ekan. Misol uchun yorib chiqqandan keyin savdoga kirilsa, stop loss minimum zonalarga qo'yiladigan bo'lsa, qaranglar, Freshwork. Albatta buni Musaffa platformasidan yoki boshqa platformalardan maslahat beraman. Musaffa platformasi orqali halollik filtridan o'tkazib, agar shariatga mos keladigan bo'lsa, keyin olsak bo'ladi. Shariat standartlariga mos keladigan bo'lsa, mana hozirgi narxi $12 da, lekin buni qaranglar, targetchilarimiz, ya'ni analitiklarimiz bizda nima qilyapti? $20 atrofigacha prognoz beryapti. Bu degani 70% atrofida o'sish ehtimoli borligini ko'rsatyapti, agar o'rtacha narxiga chiqadigan bo'lsa va kompaniyaning ishchilari ham bizda yaxshi holatda. Bu yerda institutional ownership, menimcha institutional ownership kimlarligini hamma biladi. Bular katta pul manage qiladigan kompaniyalar. Bular institutional ownership ham yaxshigina aksiyalarni sotib olgan ekan va bizda qaranglar, short float'i 8%, ya'ni umumiy aksiyalar soni qaranglar, umumiy aksiyalar soni 184 millionta, savdo qilishimiz mumkin bo'lgan aksiyalar soni 184 millionta, umumiy aksiyalar soni 238 millionta ekan. Hozir mana savdo qilishimiz mumkin bo'lgan shares floatda 184 millionta aksiyani 8% narxi pastga qarab tushishiga savdo qilinyapti ekan. Qolgani narxi o'sishiga savdo bo'lyapti ekan. Xuddi shu tarzda qaranglar,
bu yerda 11 ta aksiya chiqdi. Ba'zida fundamental holatda yaxshi kompaniyalar o'zgarib turadi. Misol uchun ertaga 5 ta chiqishi mumkin yoki keyingi kuniga 20 ta chiqishi mumkin. Mana shular holatdan tushuvchan trendni yakunlab, o'suvchan trendga o'tayotganlari yoki mana bu Freshworks kompaniyasiga o'xshab turib, tushuvchan trendga kelib, endi o'zgarish ehtimoli kutilayotgan kompaniyalar watch listimizga olib turib, mana shularni kuzatib turiladi va zonalar yorib chiqqandan keyin va albatta bitta fundamental yangilik tasdiq olganimizdan keyin kompaniyani sotib oladigan bo'lsak, shu 1 haftadan 5-6 haftagacha yaxshigina daromad olishimiz mumkin bo'ladi. Ayniqsa mana bu targetchilarimiz aytgan narxgacha yurib beradigan bo'lsa, bu juda zo'r. 20% dan 30-40%, 50% gachayam daromad olishimiz mumkin bo'ladi. Xuddi shu tarzda har kuni kompaniyalarni siz agar sizda kapital bo'ladigan bo'lsa, fundamental holatda yaxshi bo'lgan kompaniyalarni tahlil qilib, keraklilarini watch listga olib turib, savdo qiladigan bo'lsangiz ham, yaxshigina daromad ko'rishingiz mumkin. Bittagina shu strategiyani o'zi bilan ham. Agar siz agar vaqtingiz bo'lmaydigan bo'lsa, tahlil qilishga yoki watch listga olib analiz qilishga vaqtingiz bo'lmaydigan bo'lsa, quyidagi botimizga ulanadigan bo'lsangiz, bizda Nur Invest kompaniyasining tahlilchilari tomonidan signal kanal yuritiladi. O'sha signal kanalga atigi 50 ming so'm evaziga siz signal kanalimizga ulanib, yaxshigina komanda bilan birga daromad ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hammaga rahmat. Bugungi strategiyamiz shulardan iborat edi. Kelasi darsliklarimizda ko'rishguncha bizni kuzatishda davom eting.